Og'riyapti, shu orqaga boshimni qilgim kelyapti deydi-ku, mana shu yerdan tortilayotgan bo'ladi ko'proq. Shu absesda yeringga qo'yganda lekin tegmaysiz. Bitta zuluk qo'yamiz. Zuluk o'ta zo'r. O'zi tarkibidagi fermentlarni hisobiga yallig'lanishni oladi, yeringliklarni oladi. Choqlari bor-ku, ularni asepatически bo'shatasiz, choqlarni yumshatasiz. Ko'pchilikniki mana shu yerda kesib olgandan keyin, absesda olib tashlagandan keyin, xirurgik aralashuvdan keyin boshqacha og'riqlar bo'ladi, lekin istochnikda, ya'ni aynan zonasi mana shu yerda. Mana shu yerda shunday ochib yorasiz. Shu tomondan hamma fassalar shu yoqqa yig'ilib kelgan bo'ladi. Tortishi uni u boshqa joydan bo'laveradi. Birinchi bo'lib shuni yumshatib olasiz-da. Yumshatganingizdan keyin bu o'zi qo'yib yuboraveradi tepa tomonga. Hop. Hozir qilasizlar, bir-birlaringda ko'rasizlar. S soha, sakrum. S sohasini oldin ochib olasiz. Ochib olganingizdan keyin yumshatib olamiz botlarda. Xohlasangiz suxoy banka qiling, xohlasangiz parafin qo'yib ochib oling. Ko'pchilik sohani bo'shatib olasiz. Bo'shatib olganingizdan keyin bitta o'zi 4 ta 5 ta dum oxirgi umurtqalarimiz bor. O'sha yerda ham zajatli bo'lib turadi, ya'ni qattiqligi bo'ladi. Ko'p nimada boshim og'riyapti, shu orqaga boshimni qilgim kelyapti deydi-ku, mana shu yerdan tortilayotgan bo'ladi ko'proq.